rivojlantirish banki Qo'qon BXM rahbari o'rinbosarimiz Mo'minjon. Bizning tadbirkorlarga ko'plab kredit produktlarimiz bor. Masalan, hozir yangi tashkil etilgan tadbirkorlarga Prezidentimiz 312-sonli qaroriga asosan 7 yil muddatgacha biznesni rivojlantirishga garovsiz 100 million so'mgacha kredit ma'lumotlarimiz bor. Hujjat topshirganman 64 million kredit olishni. Lekin ozgina cho'zilib, kreditim chiqqani yo'q. Shunga yordam berishlaringizni so'rayman. Bu asl familiyalaringiz yozib olib, hozir nazoratga olamiz, sizlar chiqarib beramiz. Yana kimda qanday savol? Alohida garov qo'yib, bu o'sha tadbirkorlik yo'nalishida foydalanish uchun bino inshot qilishda. Lekin boshqa market mahsulotlarimizda yo'q. Boshqa kredit mahsulotlarimizda masalan naqdidagi kreditimiz bor, ko'pchilik o'shani tavsiya qilamiz. Garovni qo'ying, naqdga oling, u maqsadsiz, xohlagan joyingizga ishlating. Uni yoki tadbirkor sifatida ham, jismoniy shaxs sifatida ham. Foizi yillik 24% ayollarga imtiyoz berilgan kreditimiz bor. Bu qanday tadbirkor sifatida bino inshot sotib oladigan bo'lsalaring, 7 yil muddatga shu bino sotib olishga kredit ajratamiz. Bundan tashqari